Xo'p, hozir bu videoda sizga o'sha aytib o'tgan, narigi shorts bundan oldin yuklagan shorts videomda aytib o'tgan YouTube dashbordimni ko'rsataman. Bu statistikada, demak, kanalni kecha ochgan bo'lsam, ikkita video yukladim. Bittasi shorts, bittasi uzun formatdagi deb aytdim. 132 ta shorts to'plagan va uzun formatdagi videomda 0 degandim. Podpischikalar ham 0. Hozir mana shularni mani kanalim dashbordida aniq holatda statistikalarni ko'rib chiqamiz. Mana dashbordga hozir qaraydigan bo'lsak, oxirgi mana latest video performance deyapti. Oxirgi yuklagan videomiz 0 dan professional Flutter dasturchi bo'lish. Bu videomiz prosmotrlarimiz soni 0 ta, hech qanaqa komment yoki like'lar to'plamagan. Ya'ni bu videoni yuklaganimizga 12 soat 10 minut bo'lgan bo'lsa, haligacha hech kim ko'rmagan bu videoni. Podpischikalarimiz soni ham 0 ta. Mana bu yoqda ko'rib turibsiz. Current subscribers deyapti. Endi bu yoqqa content qismiga o'tamiz. Content qismiga kelsak, mana hozirgi videomiz, bu yerda prosmotrlar 0 ta, hech kim ko'rmagan, aytib o'tganimizdek, va shortsga o'tamiz endi. Mana shorts birinchi yuklagan videoyim. Bu 132 ta prosmotr to'plagan. 132 ta prosmotr olib kelgan va bitta like. Hech qanday podpischik olib kelmagan hali. Endi asosiy analitika qismiga o'tamiz. Kanalning analitikasi, ya'ni statistikalar shu yerda bo'ladi. Oxirgi mana 28 kun ichida umumiy prosmotrlarimiz 132 ta. Mana ko'rib turibsiz, 132 ta va ko'rilgan videolarning soati 0.1 soat bo'lgan. Mana bu yerda o'sha shortsni yuklagan paytimda bir marta ko'tarilib olgan video 132 taga prosmotr chiqib, u yog'iga keyin mana 0 ga qaytib tushib qolgan. Bu yerda real time deyapti, ya'ni hozirgi momentda ayni vaqtda deylik, oxirgi 48 soat ichidan hozirgacha prosmotrlar haqiqiy, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib turibdi bu yerda. 0 ta ko'ryapsiz, hech qanday prosmotr yo'q. Bu yerda 132 ta o'sha kechagi mana 2 bilan 3 ni o'rtasida to'plagan 132 ta prosmotr 1 soat ichida desak bo'ladi. Endi ko'pchilikka qiziq bo'lgan qismi mana bu earn, ya'ni monetizatsiya qismiga e'tibor beramiz. Endi bu yerda ozgina pastga tushadigan bo'lsam, monetizatsiyaga siz monetizatsiya qila olishingiz uchun quyidagi shartlarni bajarishingiz kerak. Birinchisi, mana hozir bizdan 0 ta podpischik ko'rsatyapti. Minimum 1000 ta podpischkingiz bo'lishi kerak kanalingizda. Minimum. Ya'ni 1000 ta yoki undan ko'p podpischik bo'lishi kerak. Va deyapti, quyidagi ikkitasidan bittasini, quyidagi ikkita talabdan bittasini qondirishingiz kerak. Birinchisi, oxirgi 365 kun ichida 4000 soat ko'rilgan bo'lishi kerak sizni uzun formatdagi videolaringiz, 4000 soat. Va yoki ikkinchisi, agar buni bajara olmasangiz, agar siz shorts videoni qilmoqchi bo'lsangiz, oxirgi 90 kun ichida shorts videoingiz 10 million ta prosmotr yiqqan bo'lishi kerak. Mana shu talablarni qondirganingizdan keyin siz o'sha monetizatsiyaga o'zingizning kanalingizni jo'natsangiz bo'ladi. Ular tasdiqlagandan keyin, ya'ni YouTube tasdiqlagandan keyin siz videolaringizda reklamalar ko'rsatib pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Ungacha ko'rib turibsiz, anchagina mehnat qilish kerak bo'ladi. Mana shu mehnatni ayniqsa podpischik to'plash juda ham qiyin masalalardan bittasi. Shuni to'plaguncha ham ko'pchilik qiynaladi, ozgina yurg'izib ko'radi, qaraydi, 50 ta, 100 ta podpischik to'plash uchun ham ancha vaqt ketganini ko'rib, kanalni yurg'izmay qo'yadi. Siz qat'iyat bilan mahkam turib kanalingizni yurg'izaversangiz, bularni hammasiga erishsa bo'ladigan narsalar. Xullas shunaqa, keyingi videolarda xudo xohlasa prosmotrlarimiz ham, podpischiklarimiz ham ko'payadi degan umiddaman. Hozircha kanal statistikalarimiz shunaqa.